Takror assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, navbatdagi efirimiz va qanchalar ko'p efir o'tkazsam, hozir aytib shunchalar ko'pchilikka ilm ulasha olaman va o'zimni ham tajribam yaxshilanadi. Va bu uchun qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Planshet oldik yangiliklardan. O'tgan darsga yangilik edi. Ya'ni kecha ham planshetda o'tdim. Yangilik qismi nimadan iborat? Men yozishni yaxshiroq qilishga harakat qilyapman. Xo'p. Bitta tekshira olamiz. Uni kattalashtiramiz. Mana shu xat demak, menimcha yetarli. Xo'sh. Demak, mavzumiz qolgan joydan davom ettiramiz. Ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish 4-testiga kelib qoldik. O'tgan mavzularimizda demak 3-test va boshqa testlarni ko'rib chiqdik. Endi oldimizda chiqqan qanday test bo'lsa, o'shani yechib tushuntirib o'tib ketaman. Va albatta ko'p xatni umuman barcha mavzularni kirib bir boshdan o'rganmoqchi bo'lsangiz, kursimni tavsiya etaman, agar meni tushuntirish uslubim, ohangim sizga ma'qul bo'lsa. Xo'p, demak, boshladik. Albatta bir narsani aytish joiz, mana shu o'rinda. Shuncha harakat qilyapmiz. Izohda o'z fikringizni qoldiring. Qandaydir kamchiliklar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Undan tashqari topshiriqlarni bajaring. Uni shaxsan o'zim siz botdan yuborasiz. Bot javoblarni tekshiradi xolos. Men uni siz qaysi usulda yechganingiz, qayerda kamchilik qo'yganingiz, agarda faqat javobini yuborib qo'ygan bo'lsangiz, uni ham ko'ra olaman. Ya'ni o'zim tekshiraman. Xo'p. Bu narsalarni qadriga yeting, harakat qiling degan ma'noda aytyapman. Minnat emas. Davom ettiramiz. Demak, mavzumizga qaytdik. Demak, bu bizda nechiga teng? Mana buni saligini ko'tarsak, bu yerda x ni chiqarib olsak, x ning 4-si -16. Bu yerdan qaysi biriga bo'linmaydi? X ga bo'linadi. X bunga bo'linadi. X kvadrat x minus 2 bo'linadi. X kvadrat plus 1. X kvadrat plus 4. Mana bunga bo'linadi, bunga bo'linmaydi. Mana bitta javob. Nimaga? Chunki buni tarkibida, mana shuni tarkibida ham mana bunday qilib yozsak bo'ladi. X ning kvadrati minus 4. X ning kvadrati plus 4. Buni ham, ana bu qismini ham yana ochib olsak bo'ladi. X kvadrat plus x kvadrat bo'lmadiki endi. X minus 2 x plus 2 va albatta mana bu qismi qoldi. Qarang, javobda mana shu qator yo'q. Qolgan barchasi bor. Bu bormi? Bor bo'ldi. Xo'p, ko'paytuvchi xat kvadrat xat. Butun koeffitsiyentli ko'paytuvchilarga ajratilganda barcha alarning ko'paytuvchisini toping. Kvadrat uch xat butun koeffitsiyentli ko'paytuvchilarga ajratiladigan. Ajoyib. Xo'p, nima qilamiz? X ning kvadratini hosil qilish uchun ikki qavsda ham x mavjud bo'lishi kerak. Buni mana shu shaklda yozib olamiz. Va ko'paytmasi 4 ga bo'lishi uchun demak ko'paytiramiz. 1 ga 4 ni aytaylik. Endi a ni chiqara olamiz. Bu endi bu bitta birinchi variant. O'laroq endi ikkinchi variantini ko'ramiz. Bunda hozir a nech chiqadi tekshiramiz. Xo'p, ko'paytmasi 4 ni beramiz, 4 beradi. Endi a minus 5 ga tengmi? Xuddi shunday, minus 5 ga teng.
Endi ikkinchi variant a plus 1, ikkinchisida a plus 4. Tushuntira oldimmi? Bunda x a deb ketyapman. Endi bunda a 5 ga teng bo'ladi. Plyusga emas. Xo'p, uchinchi variant. Ko'paytmasi 4 ni berish kerak. 2 qilamiz. X plus 2 ning kvadrati bo'lishi mumkin. Yoki 4-usul x minus 2 ning kvadrati bo'lishi ham mumkin. Shunda a kvadrat bu bo'ladi. Shunda bunisi a teng bo'ladi. Xo'p, 4. Bunda a teng bo'ladi minus 4. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bizda 4 ta variant bor. Boshqa variant bo'lishi mumkinmi? 1 bilan 4. Boshqa variant yo'q menimcha. Demak 4 ta variant a'larning ko'paytmasini topamiz. Bunga buni ko'paytirsak minus 16. Bunga buni ko'paytirsak minus 25 va ikkalasini ko'paytirsak minuslar ketadi. Va 25 ko'paygan 16 bizda 4 ga ko'paytirsak 400 bo'lar ekan. Javob. Menimcha tartibini misolni tushundingiz. Xo'p, hisoblaymiz. Xo'p, ajoyib. Endi bitta qavsni hisoblab ko'raylikchi. Bu qavsimiz bizda demak nimaga teng? Salgina tushib ketib qoldi. Xo'p, bu qavsimiz 3/4 ga teng. To'g'rimi? Ha. Bunisi-chi? 8/9 ga teng. Xo'p, qarang. 9/9 minus xuddi shunday ketadiki, bunisi 19 ning kvadrati. Ha, 20 ning kvadrati. Demak, mana buni 2 ning kvadrat shaklida yozib keting deyapti. 2 ning kvadrat shaklida yozib keting deyapti. Mana bu 2 ning kvadrati va mana bu yerni ham o'chiramiz. 3 ning kvadrati. Xo'p, shunda mana bu 2 ning kvadrati bo'ladi. Bu demak 3 ning kvadrati bo'ladi. Xuddi shunday 4 ning kvadrati oxirida xo'p 18 bitta yuqori kvadratidan minus ayryapti. 19 ning kvadrati minus 1 taqsim 19 ning kvadrati va ko'paytirilgan. Xo'p, 20 ning kvadrati minus 1 taqsim 20 ning kvadrati. Mana shu tartibda bo'lar ekan. Endi bu bilan bu qisqaradi. 2 ning 3-chisi. Bu ham mana bu shaklda yozsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Mana buni. Bu 2 ning kubi emas. Buni 2 ning kubi ko'rmang. Buni mana bunday yozasiz. Demak, 3 ning kvadrati minus 1 ku. Demak, a kvadrat minus b kvadratdan bu 3 plus 1 3 minus 1 bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Shunda bittasi baribir 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak mana bu yerda buni endi 19 bittasi 21. Bunisi bittasi 19. Yo'q, 19 emas, 18. 18 ko'paygan 20. Ya'ni bittasi ayirma, bittasi yig'indi. Xo'p, shunday qilib bittasi qisqarar ekan hammasidan. Tushuntira oldimmi? Demak, misolni davomi. Shu qismgacha tushuntira oldim, menimcha. Endi davomini yechish uchun hech buni qayerga yozsak bo'ladi? Hisobmay qoldi. Kichkinaroq yozish kerak ekan. Xo'p, mana shu yerda yozaylik. Xo'p, mana bu yerdan yozamiz. Demak, barobar. Demak, 3/2 ko'paytiramiz. Xo'p, 2/. Bu bilan bu ketadi. Bittasi ketadi, bittasi bu yoqqa ketadi. Bittasi bu. Qarang. 3. Bu yerda
Bu yerda 4 qoldi. Bu yerda 4 ning kvadrati qoladi. Bittasi bu yoq bilan, bittasi bu yoq bilan ketsa, oxirida nima qolar ekan? 3 ham ketdi, 2 ham ketdi. 3 ham 8, hammasi ketyapti. Oxirida qoladigan narsa buning, demak, mana bundan 19, yuqoridan 21 qolyapti. Pastdan 20 qolyapti. Demak, 21 taqsim 20 bo'lyapti. Va 2 ning kvadrati. Bittasi mana bu 2 ni ham qoldi. Chunki buni bittasi qisqardi. Tushuntira oldimmi? Ko'paygan 2, demak, 21 taqsim shu. Qaysidir qismi sizga tushunmagan bo'lsangiz, bemalol nima qilishingiz mumkin? Salgina joy muammosi bo'ldi, ko'rganingizdek. Xo'p, ko'p xatlarga ajratamiz. X buni ishlash uchun ochib chiqsamizmikan? Xo'p, ochib chiqaylikchi. Nima holat yuzaga kelar ekan? Xy a kvadrat plus xy b kvadrat minus abx kvadrat minus aby kvadrat. Xo'p. Demak, bu bilan buni tarkibdan ax ni olib chiqamiz. Ax ni olib chiqsak, bundan ay qoladi. Bundan esa minus bx qolar ekan. Xo'p, endi bu ikkalasidan nimani olib chiqamiz? bx qolish uchun by ni olib chiqarish kerak. Demak, minus plus ekan. Yo'q, hozir. Minus ekan. Minus by ni olib chiqsak, bu yoqda mana bunda minus qoladi. Mana bu minus bx qoladi. Mana bunda demak by ni olib chiqsak, ay qoladi. Ay qoladi. Minusni olib chiqqanimiz uchun ifodani tushundingiz. Va bu ay bx larni olib chiqsak, birinchi qavsda ax minus by. Ay minus mana ajoyib. Xo'p, quyida qaysi biri shu ifodani bo'lishisi emas. Bu misoldan ishladik, shu uchun bu sizlarga topshiriq bo'lsin. Topshiriqlarni qanchalar ko'p bajarsangiz, shunchalar sizga foydali bo'ladi. Takror aytishdan hech qachon charchamayman. Chunki hammasi sizlar uchun qilinyapti. Xo'p, ketdik keyingi misolimiz. 6-misol. A ning 4-inchisi a minus 4 ning x-inchisi a minus 1 ga, shuning x-inchisi b minus 1 ga bo'lsa, ning qiymatini toping. Endi buni ochib chiqamiz. Qanaqasiga? 12 3x ko'paygan 4x ga teng. Plus 4x plus 3x plus 1. Mana shuni ax ni qo'yamiz, b minus 1. Buni ko'paytiramiz a minus 1 ga. Xo'p. Buni pastdan ochib chiqib yozib qo'yaman. Birato'la mana shuni uzun. Qanaqasiga hozir bitta pastroqqa tushiring. Qo'lim kelsin. Xo'p. Demak, boshladik. AB minus a minus b plus 1. Davom etamiz. Mana 4x ga keldik. 4x a minus b plus a minus 1 plus 3x ga keldik. b minus 1 ga. b minus 1 plus oxirida qoldi bizda 1. Xo'p. AB bu bilan bu ketdi, bu bilan bu ketdi, bu bilan bu ketdi, bu bilan bu ketdi. Ajoyib. AB qolardi. Ajoyib. Ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Bu ham sizga topshiriq bo'lsin. Chunki
bitta misol ishladik. Xo'p, ifodaning qiymatini topamiz. Demak, A kub B kubmikan bu? Xo'sh. Xo'sh. A kub B kubning formulasi. A plus B'ning kubining formulasi. Bu teng. Agar shunga kelamikan, tarkibini teng shunday. Shartga yozib turgandan ko'ra. Xo'p. Xo'p, kelish uchun maqsad bo'ladi. Xo'p, mana buni keldi shu formula ekan. Qaranglar, faqat bizga chalg'itgan joyi mana buni umumiy qilib yozib qo'ygani. Hozir buni tushuntiraman. Xo'p, mana bu yerdan A kub B kubni formulasini yozib qo'yib ketay. Xo'p, bu A kub plus 3A kvadrat B plus 3B kvadrat A plus B kub. Ana endi A ning kubi bor, to'g'rimi? B ning kubi bor. Va mana buni o'zi teng bo'ladi 3 ko'paygan. Xo'p. 28 plus 12 ning 12. Ya'ni bu ko'paygan 28 ko'paygan 12. Mana bu qismi 120 ni beradi. Mana shuni topdim hozir o'ylab. Xo'p, buni ochib chiqadigan bo'lsak, ana bu ikkalasini beradi. Tushuntira oldimmi? 28 kvadrat mana bu A ning kvadrati, 12 buni ko'paygan B ning kvadrati. Tushuntira oldimmi? Demak, bu avtomatik yozib ketsak bo'ladi. 28 plus 12 ning kubi taqsim 80 ning kvadrati ham teng. Demak, 28 ga 12 ni qo'shsak 40 ning kubi taqsim 80 ning kvadrati. Demak, 40 ning kvadrati bilan 40 ning kvadrati ketsa, bu yerda 2 ning kvadrati qolyapti. Bu yerda 40 qolyapti. 2 ning kvadrati 4, 10 javob bo'lar ekan. Bejavob. Xo'p, ketdik keyingi misolimiz. Ko'paytuvchilarga ajrating. Xo'p, buni bajaring. Bu o'xshashroq ekan, boya yetganimizga. Shuning uchun buni ham sizga topshiriq beraman. O'xshashroq ekan, bunimiz ishlamoqchi edim. Bir xil emas, bir xil misol testda qayta yozib tashlaydi-ku. Salgina murakkabroq qilib qo'yibdi. Bu sizni foydangizga. Xo'p, demak, ko'paytuvchilarni ajratamiz. Bundan demak 4x ning 4-si plus 81. Xo'sh. Bunga nima qilsak bo'ladi? Demak, bu 9 ning kvadrati. Bunga demak, bir ish qilamiz. 4x ning 4-si plus mana shuni ikkilanganini qo'shib ayiramiz. Ya'ni ikkilangani hozir bu 2 ning kvadrati-ku. 2x ning kvadrati ko'paygan 9. Buni boshida ikkisi ham bor. Bu qayerdan keldi? 9 ning kvadrati.
Mana buni 2 qilib ketay. Tushunarliroq bo'ladi. Mana plyusga o'chiramiz. Mana buni o'chiramiz. Xo'p, tushunarliroq bo'lishi uchun qilyapman. Hozir. Xo'p, mana bu 2x ning 4-si o'zimiz chalkashtiramiz. Mana shuni to'liq qo'shish kerak ekan. Xo'p, qarang. Mana bu yerda 2x ning kvadratining kvadrat. Bu a soni. Plus a soni va b sonining ikkilangan plus bu. Minus mana bu qismini yana yozib olamiz. Chunki qo'shaversa hech narsa o'zgarmaydi. Shunda 4x ning kvadrati. Xo'sh. Bizda nima hosil bo'ldi? Bizda hosil bo'lgan narsa 2x ning kvadrati plus 9 ning ana shuning kvadrati minus 2x ning x ning emas x kvadrati bu 2x ning kvadratining kvadrati. Endi a kvadrat minus b kvadratga qo'yamiz. A kvadrat b kvadratga keladi. Shunda 2x kvadrati plus 9 minus 2x ning kvadrati birinchi qavsda, ikkinchi qavsda mana bu yoqqa 2x ning kvadrati plus 9 plus 2x ning kvadrati. Xo'sh, bu ham teng nima qilsak bo'ladi? Bu bilan ketsa 9 ko'paygan bu 4x ning kvadrat plus 9. Tushunarli bo'ldi. Qayerdadir? Qayerda adashdik? Qarang, mana adashgan joyimiz. Nimadir xato bo'ldi. Mana bu 4x ning kvadrati-ku. Mana bu 4x emas, 2x ning kvadrati bo'ladi. Shu uchun adashdik biz. Mana kvadrat bo'lmaydi. Salgina adash bo'ldi. Mana buni o'chiramiz. Mana buni o'chiramiz. Nima endi qisqarib ketib bunaqa bo'lyapti dedim. Hech qisi yo'q. Xato hamma qiladi. Xo'p, davom ettiramiz. Shu salgina ola planshet bilan nima qilish kerak? Moslashmadim. Yozib chizish. 2x ning kvadrati. Bu ham teng minus 2x. Bu plus 2x. Mana shu javob. Demak, qanot. Xo'p, qayerda? Xatolik bo'ldi. A son, bu B son. B son 9. 9 o'zi qoldi. Hoppa. Mana yana xato qo'shib qo'yganimizda. Chota nimadir bo'ldi, ko'zdaydim. Xo'sh, qaranglar. Qo'shib ayirgan qismimiz xato. Chunki a ko'paygan b ning ikkilangani-ku, biz 9 ni ko'paytirmadik-ku. Ko'paytirganimizni ham o'chirib yuboramiz. Inobatga olmay ketamiz. Xo'p, qaranglar. A mana shu yerda salgina cho'zilish bo'lib qoldi.
mana B mana. Mana shuni inobatga olmay ketibmiz. Shuning uchun mana bu yerda plus bo'ladi 4x kvadrat 9 ham borda. Bu teng 36x bo'ladi. X ning kvadrat bo'ladi. Va 36x kvadrat 6x ning kvadrati. Va 6x kvadrat ham o'z navbatida mana bu yerda mana bu 6 bilan mana bu 6 bilan. Bo'ldi, shu. Salgina adashibmiz. Demak, 6 mana shu 6 bu. Demak, 9 da emas plus 2lasi ham plus 9. Mana, javob. Xo'p, salgina chalg'itdim, misollar bo'ldi. Xullas, davom etamiz. O'zimiz chalg'itdik. Xo'p, bo'lsa. Shuni qilyaptik. Topamiz. Demak, bu yerdan hammasidan x ni olib chiqsak. X kvadrat minus 2xy minus x minus 6y. x kvadrati. Mana bu plus bo'ladi. Sababi buni bunga ko'paytirsak minus 2y, buni bunga ko'paytirish uchun. Va 6x y o'zi qoldi. Mana xni chiqsa. Xo'p, bizda mana bu bormi? X bor, 3x bor. 4 ni qo'shib ayirishimiz kerak. Xo'p, 4 ni qo'shib ayirsak, bu 0 ga teng bo'ladi. Yozamiz. Demak, 4 ni qo'shib ayirganmiz. Mana bu yerda yoz. Xo'p, 4 ni qo'shib ayiramiz. Shunda bizda qoladi 4. Yo'q, minus 4 qoladi. Plusga ketadi, minus 4 qoladi. Demak, bu ikkalasi ketdi. Va bizda qoldi minus 4 aytaylik. Minus 2xy minus 6y. Endi 2y plus 3. 2y plus 3. Demak, x teng mana bu yerda. X teng 2y minus 3 da. Shunday. Xo'p, x ni o'rniga ham qo'y. Bundan 2y ni olib chiqsak, 2x minus x minus nima qilyapman? Bundan minusni olib chiqsak, nima qiladi bizada? Minus 4. Minus 2 ni y ni olib chiqsak, x minus 3. Mana bu x minus 3 teng 2y ga. Plus 3. Plus 3. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Xo'p, hamma x ni o'rniga mana shuni keltirib qo'y. Xo'sh. Nima bo'ladi? Keyin boshlaymiz chiqishni. Farqga qaytish. Harakat qilib ko'rish kerak. Xo'p, mana bu 3. Endi x larni o'rniga 2y plus 3. İkinci qavusda minus 4. Xo'p, minus 2y ko'paygan 2y minus 3. Minus 6 ko'paygan y ni o'zi. Yo'q, bo'lmadi bu. Bu yechim bo'lmadi. Xo'p, boshqatdan kelamiz boshdan. Bitta mavzu dars ko'p o'tganimga charchaman. Xo'sh.
O'lchab tashlaymiz. Kelib uchta. Xo'p. Xo'sh. Davom etamiz. Boshdan boshlaymiz. Yana x ni olib chiqsak, x ning kvadrati Birato'la shuni ochib chiqib, shunday to'liq yozaylikchi, nima bor? Buni bunga ko'paytirgandir balki. Yoz x kub minus x kvadrat y plus 3x ning kvadrati minus 6xy. Xo'p. Hammasdan x barib chiqyapti-da. Hammasdan x chiqyapti. Shunda x ni topib olsak, xo'p, 2y plus minus 3 bo'ladi. Qiymatini toping. Xo'p. Bundan x ni olib chiqamiz yana. x kvadrat minus xy plus 3x minus 6y. X kvadrat plus 3x bor, 4 bor. Qo'shib ayirsak, yana o'sha narsa minus 4 qoladi. Hammasidan minus. Endi minus 4 minus xy bu yerda ikkisi ham bor-ku. Nima uni yozmadim? Bular ikkisi bor. Nega qayerdadir ketdi dedim. 2 minus 6y. Ketdi. Shunday. Mana buni nolligini isbotlasak, yo'q, bu nolligini isbotlab bo'lmaydi mana. Nol degan javobni o'zi yo'q chunki. Xullas, vaqtimizni behuda sarflamaylik. Bu sizlarga agar topshiriq, men bu darsda buni bir o'tirib hozir bilmadim. Birdan kelmadim, nimadir bo'ldi xullas. Chiqisi yo'q. Men batafsil buni o'tirib ishlayman-da, kelgusi darsda albatta tushuntirib o'tib ketaman. Nu topshiriq sizlarga yecha olsangiz yeching, yecha olmasangiz kelgusi darsda o'zim ko'rsataman. Xo'p, ketdik. 6-chi son quyidagi qaysi biriga bo'linmaydi? Qaysi biriga bo'linmaydi? Bu ham topshiriq. Chunki bunaqa misoli algebra ifodalash holatini ishlab berdim. Men ishlagan foydasi yo'q, ko'paytiruvchilarga ajrating. A kub b kub. Yozamiz. A kub b kub chiqarib olsak nima bo'ladi? Xo'p. Bu yerda yozib qo'ying. A kub minus b kub teng a minus b birinchi qavsda, ikkinchi qavsda a kvadrat minus ab plus ab plus b kvadrat. Xo'p, buni mana shu holatini endi bunda yozamiz. Xo'p, yozing. Demak, birinchi qavsda 2a plus b minus 2a plus b. Ikkala ketadi, 2b qoladi. Ikkinchi qavsda a plus b ning kvadrati plus a minus e plus birinchisi, ikkinchisi ab minus b. Plus oxirgisi a minus b ning kvadrati. Qavs yapamiz. Xo'p, bunda 2 b qoldi, ala ketdi. Ikkinchi qavsda buning kvadrati va buning kvadrati. Xo'p, 4
a'ning kvadrati ikkilangani mana bu ikkilangan yo'qolib ketadi. Plus b kvadrat bu endi min plus 4a'ning kvadrati minus b'ning kvadrati. B'ning kvadrati plus 4a'ning kvadrati minus plus b'ning kvadrati. Xo'p, bu yerda nima qoldi? A kvadrat b kvadratda bu. Xo'p, a kvadrat minus b kvadrat. Xo'sh, demak, xo'sh. B'lar ketdi. 3 12. 2b ko'paygan. Xo'p, qoldi 12 a kvadrat. B'lar 3tasini yozib oldim. Plus b kvadrat. Shunaqa javob bor. Mana, ajoyib. Xo'p, ketdik. Bo'luvchilar nechta? Soni natural bo'luvchilari nechta? Xo'p, buni yozib chiqsak bo'ladi. 17 ning kvadrati 17 plus kvadrati plus 1. Xo'p, keyingisi. Bu ham teng 17 plus 1. Ko'paytiruvchilarga ajratilib ishimiz kerak, kanonik o'yilmoq qilishimiz kerak. 17 minus 1. Endi 17 ning kvadrati plus 1. Xo'p. Endi bu 18 ko'paygan 16 ko'paygan 17 ning kvadrati. Xo'p. 289 290 bo'ladi yolg'iz. Va 290 barchasini kanonika oilmas. Demak, 18 bu 9 ko'paygan 2, 2 ko'paygan 3 ning kvadrati ko'paygan. Bu 4 ning kvadrati, bu ham teng 2 ning 4-si, 2 ning 5-si bo'lar ekan. Ko'paygan 290 ni o'zini alohida topib olamiz. Demak, 2 ga bo'lsak, hop 145 bu 3 ga bo'linadi, yo'q, 5 ga bo'linadi. Demak, 5 ga bo'linsa 2, 45 9, 29. Menimcha o'z shundan topsak, 2 ko'paygan 5. 9 tutsam. Demak, 2 5. Demak, 2 ning 6-si bo'ldi bu. Yig'in qo'shilib ketyapti. Va 3 ning kvadrati 5 va 29. Endi natural bo'luvchilari nechtaligini topsak, ifodaga 1 ni qo'shib ko'paytira olardik. 3 plus 1 chamasi 2. Xullas, mana shu yerni to'g'rilab ketdik. Mana bu 2 1 plus 1 dan kvadrat, ya'ni bunda ham 1, bunda ham 1 topolsak 7 ko'paygan 3 21. Bu 2 ning kvadrati 4. 21 4 ga ko'paytirsak 40. 84. Javob. Xo'sh, ketdik ko'paytiruvchilarga ajrating. Yana o'sha narsa ko'plar ayirmasi. Yechimni ham o'sha aytdim. O'zingiz yechasiz. Xo'p, davom ettiramiz. Bizda qoldi davomi. Ko'paytiruvchilarga ajrating. Xo'p. Ajrating. Zo'r misol. Ko'plar ayirmasi. Yana o'sha ko'plar ayirmasiga qo'yasiz. Bu sizga topshiriq. Bu prosta yechimi yo'li aniq, vaqt oladigan misol ekan. Xo'p. Ifoda quyida qaysi biri? Xo'sh, boshladik. Demak, yana har doimgidek guruhlash.
A kvadratlar olib chiqadigan shular. Bundan 4 ni olib chiqamiz. Xo'p, a kvadratlar olib chiqdik. X minus y plus 7. Minus 4 ni olib chiqarganlik. X minus y plus 7. Yana mana bu qism bo'ldi. A kvadrat a min plus 2 a minus 2 plus 2 va x minus y plus 7. Bu mana buning a minus 4 ning yoyilmasi. Xo'p, bunga bo'linadi, bunga bo'linadi, bunga bo'linadi, mana bunga bo'linmaydi deyjavob. Yechim ketdi. Karali 2 natural son uchun shu son qaysiga xolis bo'linadi? 6 ga. Demak, qaraymiz. 6 2 minus 1 ekan. Plus 6 ning 2kasida bor. Endi 6 ni 2kani a qilib olsak, yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ikkalasidan ham 6kani olib chiqamiz. Mana shu bo'lar ekan. 6kani olib chiqsak, 6k minus 1 ni olib chiqarganik. Chunki minus hozir taqsimlik bo'lib qoladi. 6k minus 1 ni olib chiqsak, 1 plus 7. 6 bilan. Bu ham teng. 6 2k minus 1 ni 7 ga ko'paytirgan. Oldiqsiz bo'linadi, demak 7 ga. Bo'ldi, o'sha. Ko'paytiruvchilarga ajrating. Zo'r, ajoyib savol. Xo'p, bundan endi 4-sini olib chiqsangiz, buni o'zi kelib qoladi. Bu yechasiz. Yechib bo'ldimda o'shuni. Sizga o'sha yechib ko'rsatdim. Mayli, oson misol, o'ziga yetarlicha misol topshiriq beraman. Buni o'zim yechib ko'rsatay. Endi ikkinchisi minus 1. Bundan minus olib chiqsak, m ikkinchisi minus 1 qoladi. Va m4 minus 1. m4 minus 1 bu to'liq yozamiz. M kvadrat minus 1 m kvadrat plus 1. Mana bu m kvadrat plus 1. Va buni o'zini ham yoyamiz. M minus 1, m plus 1. Mana shundan kvadratlar bilan, mana bu kvadrat bilan mana shunda m plus 1, m minus 1 ning kvadrati, mana m plus 1 ning kvadrati plus m plus 1 ajraldi. Xo'p, ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Demak, bundan nima topsak bo'ladi? Ko'p. Bundan xo'p. Buni olib chiqib ko'raylikchi. Demak, a ni olib chiqamiz. 2a kvadrat minus 3b kvadrat. Yo'q, ushlar bilan ushlar olib chiqib ekanlik, ikkini olib chiqib. Ha, keladi, qanday keladi? Men sizga tushuntiraman. Xo'p, boshladik. Bu bilan bu. Demak, 2 olib chiqsak, a kub plus b kub. Va plus minus 3 ni olib chiqamiz. Minus 3 a b ni olib chiqamiz. Bu yoqda a kvadrat
Yo'q, A qoldi-ku o'sha. A'ni o'zi qoldi. Mana minus plus B qoldi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, buni ham A kub B kub. Сразу A plus B ni olib chiqamiz va yozib ketamiz. A minus 3 2 minus 3 AB birinchi qavsda. Xo'p. Yo'q. Bunday emas. Buni yozib mana buni yoyilmasda qoladi. Hozir birinchi A plus B ni yozaylik, shunda adashmaymiz. Xo'p, ikkinchi qavsda 2 ko'paygan, buni ikkilangani minus 2AB minus plus demak 2B kvadrat. Xuddi shunday plus 3AB. Mana endi bo'ldi. Va buni ayirsak 5 bo'ladi. Joyi bor. Ya hali kelmabdi, lekin joyigacha. Ikkini olib chiqqanimiz yaxshi ekan, lekin ikkini o'nglash kerak edi. 2A kvadrat plus 2B kvadrat minus 5AB. Qani qilsak bo'ladi. Mana bu. Xo'sh, qayerdadir nido bo'ldi. Hozir. Ikkita misolimiz qoldi. Hozir jonimcha ikkalasini ham yechib ketaman. Bitta unga qaraylik. Hozir orada shuncha misol yechildi. Aql o'ziga kelgan bo'lishi kerak. Shu salgina aqlingizga kelmadimi? Siravim test kechayotganda ham bemalol o'tib keting. Siz hech kim gapirmaydi. Prosta o'zingiz kelmayotgan vaqtda prosta o'tib ketish kerak, vaqt sarflamasdan. Bir misolga uni o'tirsangiz, misol uchun ancha narsadan qolib ketasizda. Shu uchun bu narsa ham muhim. Baribir hammada bo'ladi. Demak, buni mana haqida yechib ko'raylik. X kvadrat plus 3x teng. Demak, bu minus 4 ga va ikkinchisini x minus 2y teng minus 3 ga. Xo'p, endi buni ochib chiqamiz. So'qqa tushib. Buni ochib chiqsak, x ni olib chiqamiz. X ni chiqarib olsak, x ni chiqarib olish shart emas. Xo'p, x guruhlaymiz bunda. Bu bilan demak bu. Olib chiqsak x kvadratni. X ning kvadratini. X minus 2y qoladi. Va ikkinchisi bor. Uch x ni olib chiqamiz. Mana bu bilan bu ko'payganda. Ya'ni 3x kvadratdan 3x ni olib chiqamiz. Bizda plus 3x ni olib chiqsak, xo'p, x minus 2 qolar ekan. Qarang, keldi. Yechim. Qarang. Ana bu x bilan mana bu ko'paysa 3x kvadrat bo'ladi. 3x kvadratdan va mana bundan 3x ni olib chiqdik. Tushuntirib oldimmi? Hop, ketdik. Demak, x kvadrat plus 3x birinchi qavsimiz, ikkinchi qavs x plus 2y. Bo'ldi, yechim keldi. Bu ham teng. Nima? Demak, bunisi minus 4 ga teng. Mana minus 4 minus bunisi minus 3. Barobar javob 12. Dejavob. Xo'p. Va oxirgi misolni ko'raylik.
Bitta o'chirib tashlaylik shuni. Shu yerda bugun charchabman, hech qisi yo'q. Arada bo'lib ham turadi. Odatiy narsa bu. Xo'p. Demak, oxirgisi. O'shani boshqatdan chiqara olamiz. Boshqa yo'lni menimcha ko'rmayapman. Demak, boshqa yo'lni 2 ni olib chiqsak, 2 ni olib chiqsak, a kub plus b kub minus 3 ab ni olib chiqamiz, a plus b. A plus b ni ham olib chiqdik. A plus b ni olib chiqsak, a plus b ni olib chiqsak, birinchi qavsda 2 ko'paygan. Xo'p, a kvadrat minus ab yani 2ab minus a plus 2b kvadrat minus 3ab. Bu siz xato qilamiz shu yergacha. Endi buni ham xo'p, mana shuni o'zini yoyilmasini ko'rishimiz kerak. Demak, bu 2a kvadrat minus 5 ku. Bitta 4 bilan 4ab bilan nima qilib ko'ramiz shuni? ab minus ab plus b kvadrat 2b kvadrat. Endi bu ikkalasidan 2a ni olib chiqsak, a minus 2b qoldi. Bundan b ni olib chiqsak, minus b ni olib chiqsak, a plus minus 2b qoldi. Ana bo'ldi, yechim chiqdi. Demak, a plus b javobimiz birinchi qavs, ikkinchi qavsimiz 2a minus b va oxirgisi a minus 2b. Bormi shunaqa javob? A plus b mana bu yerda 2a minus b, a minus 2b deb javob. Xo'p, shu bilan efirimiz yakunlandi. Xo'p, kamchiliklar bo'lsa, izohga qoldirishni hech qachon unutmang. Birgalikda ko'rib ketaveramiz. Topshiriqlarni ham boshqasini ham tashib qo'yaman. Albatta, mavzu bo'yicha fundamental o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta kursni tushuntirish uslubim sizga qulay bo'lsa, mavzuni ikir-chikir bitta ko'rsatib tushuntirib beraman. Albatta, fundamental o'rganish kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Xo'p, charchamanglar, efir yakunlandi. Topshiriqlarni bajarishni unutmanglar.